Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, hurmatli kuzatuvchilar. Men Saidqulova Gulshod Buxoro viloyatidan, Olot tumanidan YouTube ijtimoiy tarmog'ida Haqiqat yo'llari nomli kanalni admini edim va ushbu blogni yuritib kelayotgan edim. Ushbu kanalni bundan 2 kun oldin kanalim qandaydir bir sabablarga ko'ra bloklanib qoldi. Hozirda mana shu kanalimning bloklanish sabablarini va uni qaytarish choralarini harakatlarni qilyapman. Bugun sizlarga g'alaba murojaati deb bir ajoyib xabarni yetkazmoqchiman. Ya'ni qanaqa xabar? Men 2025-yil 12 avgust kuni Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan telefonim asossiz ravishda, ya'ni shaxsiy mulkim telefonim asossiz ravishda tortib olingani va buning ortidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 202-moddasi bo'yicha menga ma'muriy ish qo'zg'atilgani haqida bir necha bor jamoatchilikka murojaat bilan chiqqan edim. Ushbu ish yetarlicha asos va dalillar yo'qligi uchun 6 oy davomida bir necha bor sudlardan qaytarildi. Bu ish Olot tuman sudida ko'rildi, Qorako'l tuman sudida ko'rildi va 6 oy davomida haligacha ushbu ish yakuniga yetkazib tugatilmagani meni va farzandlarimni doimiy bosim ostida ushlab turdi. Bugun ushbu ish Jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro tuman sudida sudya Naimov tomonidan ma'muriy tartibda ko'rib chiqildi va yakuniy qaror qabul qilindi. Ya'ni ish ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271-moddasiga asosan tugatildi, ya'ni yakunlandi. Bu qaror asossiz ayblovga nuqta qo'yilganini, sudlarda adolat hali ham mavjud ekanligini va fuqaro o'z huquqini talab qilsa himoya topishini ko'rsatdi. Men barcha meni qo'llab-quvvatlagan insonlarga minnatdorchilik bildiraman. Adolatli sudlarimizga minnatdorchilik bildiraman va eng asosiysi prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman. U kishining olib borayotgan odilona siyosatlari, islohotlari tufayli mana shunday adolatga erishdik deb o'ylayman. Bu faqat mening shaxsiy g'alabam emas. Bu har bir fuqaro qonun doirasida kurashsa, adolatga albatta erishishi mumkinligining isbotidir. Men bugun faqat bir narsani aytmoqchiman. Qonun ustuvor bo'lishi kerak. Shaxsiy mulk va inson sha'ni himoya qilinmog'i shart. Haqiqat kechiksa ham albatta g'alaba qozonadi. Haqiqat yo'llarida birgamiz o'rtoqlar. Yaxshi xabarlar bilan yaxshi kunlarda uchrashish barchamizga nasibi ro'z aylasin. Hurmatli kuzatuvchilar, hozircha YouTube ijtimoiy tarmog'ida Haqiqat yo'llari kanalini qaytadan ochib, qaytadan faoliyat boshladim. Ushbu kanalga obuna bo'lishlaringizni, mabodo meni qidirib yurganlar bo'lsa, meni obunachilarim, kuzatuvchilarim bo'lsa, men ushbu Haqiqat yo'llarida qaytadan faoliyat yuritayotganimni sizlarga bildirmoqchiman. Obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan yaxshi kunlarda, yaxshi xabarlar bilan uchrashaylik. Hamma salomat bo'lsin.